Bu yangi roligenda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bunlar kanalining kuzatuvchilari. Bugun 7-yanvar. Boya aytganimdek Samarqand shaharga qarab ketyapmiz. Mana bu yerdan Imom al-Buxoriyga qarab ketish yo'li. Xolamga Bunyodni enasiga, Bunyodga ena, menga xola bo'ladi. Ayam bilan singlisi xudo bo'lgan-ku, shunday deb aytyapman. Mana shu yerdan ketadi xullas kalom. Hozir xolam Samarqand shahridagi uyida. O'sha yoqqa qarab yo'l olyapmiz. Bu yer shunda Jonboymi? Qayer bu yer? Mana shu Imom Buxoriyga, Xo'ja Ismoil Imom al-Buxoriy deb yozib qo'yibdi. Ochildimi yo'qmi? Keyin shuni ham yozib yuboringlar. To'liq ochildimi yo'qmi? Haliga qisqa kirgizib, uni bir tomondan aylanib chiqib ketish bor deb yozuvdilaringiz o'tgan safar. Bahorda degansizlar, endi balkim ochilganmi deb so'rayapman. Shaxsan men o'sha ziyoratgohga kelmaganimga bir necha yillar bo'lib ketdi. Juda ham bir fayzli joy, o'sha yerga agar ochilgan bo'lsa kelardik. Hozir sak gilamlari bor ekan mana tomonda. Samarqanddan ham roliklar kutamiz deb yozganlaringizga olyapman sizlar uchun. Boya Vishtochkada umuman syomka qilgim kelmadi. Shunaqa darajada quyuq tuman edi-ku, bir odamni bir qo'rqitadi. Oldingizda mashina ketsa ham ko'rinmaydigan darajada juda quyuq edi. Shuning uchun olmadim. To'g'risi kayfiyatimga ham ta'sir qildi desam bo'ladi. Endi Samarqand shahariga qarab yo'l olyapmiz endi. Gilamni makoni Samarqandda, Buxoroda, Xorazmda. Xorazmning Xiva gilamlari ham zo'r bo'ladi. Haqiqiy burungi Xiva gilamlari zo'r bo'lgan-ku baribir. Hozir hech qaysi gilamlar u gilamlarga yetmaydi. Antiradar men bilan teng gapirib ketyapti. Bonjour Samarqand. Samarqand kim sog'ingan bo'lsa mana. Kecha yozishdi, men Amerikadan kuzataman sizni, Moskvadan kuzataman deb. Samarqandliklar ko'pda chetda o'zlari chetda ishlaydi, lekin o'zlari Samarqandlik. Az qoldi Sulaymonga yetishimizga. Bolaga bola almashtirib ketamiz. Sulaymonni olib Bunyodni tashab ketamiz. Bunyod ham kanikulda bir enasi bilan uni qilsin, aylansin. O'sha kuni bu Malika singlim bor-ku, ayamga qo'shni turadi. O'sha singlimnikiga ketib qolganda, keyin bunga qaramay ketib qoluvdi ayamlar. Shunga endi bugun o'zimiz bilan birga olib ketyapmiz. Bor azaldan. Bugun xuddi bir Shohruh tug'ilganda ham o'sha yili xuddi shunaqa quyosh edi. Shohruh tug'ilgan yili. Keyin bu kunisiga ertalab gursillatib qor yog'gan. Bu paytida bolalar haligi yo'rgaklanardi, unaqa pampers taqilmasdi. Hozirgi bolalarga haligi pampers taqib qo'llarini ochib yayratib qo'yadi-ku, Shohruhlarda o'sha raddomni o'zini ana o'raydigan anolari bo'ladi. Distirlangan haligi. Doktor tilida nima deydi uni? Bir narsa qilingan deydi-ku. O'zlari issiqda bostirib mikrobini o'ldiradi. Ana shunaqa latta-puttalarga o'rab tikka va mana shunday qilib qo'ygandi Shohruhlarni. O'sha keyin 2008-yil Meroj tug'ilganida unaqa narsalar, o'sha yo'rgak degan narsalar yo'q edi. Keyin ana u bo'ldi. Aka sen tashaganmisiz? Ha, sizga tashaganman. Bu qaysi zdaniya, mana shuni oldida turibmiz. Mana Samarqand taomlari, zavtrak. Ana bu yerda.
Xullas kalom o'sha hozirgi bolalarni baribir boshqacha hozir nima qilinadi. Lekin men bolalarim hammasini uyga kelgandan keyin yo'rgaklab qo'yganman. Buni yoshlar tushunmasligi mumkin, lekin oldingi bizni 80-yillardagilar oxirgi shularda bola o'zini o'zi uyg'otib yormaydi-da, yo'rgakda yotganda. Endi hozir bu nima eslayapsiz hozir desangiz, prosta Shohruh tug'ilgan yillarni eslaganim uchun aytyapman. O'sha yili juda qish qattiq bo'lgan edi. Bir oylab qorlar erimasdan tizza baravar qorlar turgan kunlar bo'lgan. Uje raddomdan olib chiqayotganda ana bo'lgan. Juda yerlar muzg'alaq bo'lgan. Qo'yildimi? Xuddi bahor havosidek. Bolalar xirurgiya markazi ekan mana bu yerda. Hozir Dinamo stadionidan o'tdik. Qandaydir mana bu yerda tepalari yaltiroq qilingan. Sulola. Nima? No'xat deb qo'yganmi? No'xat. Keling, mana Samarqandni birga tomosha qilamiz. Ancha joygacha meni telefonimda lokatsiya keldi, shuning uchun endi xo'jayinim telefonlariga uladi, keyin o'zim syomka qilyapman. Rosa chiroyli joylardan o'tib ketdim, Novostroykalar oldidan. Mandalux. Endi orientovkalarni aytib ketyapman-da. Oynan tushirganda tinni qilyapti. Hamma raqamlar 30. Samarqand shaharga kirdik degandan keyin ham yetib bora qolmayapti. Samarqand katta shaharligiga Toshkentdan keyin menimcha. Toshkentga borsangiz ham agar bitta pavorotda adashib ketsangiz tamomda, necha kilometrlab keyin aylanib kelasiz. Boshqalik 2 polosa, 3 polosa, 4 polosalab yo'llar bor-da. Shuning uchun hozir biz adashmadik, lokatsiya bo'yicha ketyapmiz, lekin baribir shunday yetib borishimiz qiyin bo'lyapti. Mana Xonirni oldidamiz. Spitamin ko'chasi, Juma shahri. Biz Muz saroyining oldiga ketyapmiz. Family Park ekan uning nomi. Xolamning uyi o'sha yerda ekan. Chiroyli Novostroyka qurilib turdi mana yerda. 200 метров. Balkonlar bir chiroyli Впереди еще одна камера. 200 metrdan keyin burilar ekan. Видеоблок. Bu yerdan emasa? Yo'q, bu yerdan emas. Ya burilmasa ekansan, anday plavlinniy ketar ekansiz-da. Shu ham kiraymi? Ha. Plavlinniy. Поверните направо. Прямо 1 километр. Feruz ham o'zi ham Elqurdi baldog'idan uy olgan ekansan-da, Feruz. Istanbul sofrasi.
Turkish baklava. Shashlik o'zi Samarqanddan borganda, menimcha adashmasam Zominga. Контроль, стоп, линия. Qayerdan borsa sizlar ko'rib qo'yadi shashlik uzdi. 200 метров. Qizilyonda. Muzsaroyni oldiga kelib qolibmiz, esimdan chiqib ketibdi syomka qilish yo'l bilan bu. Shu yer Muzsaroy ekanda. Xuddi bizning anonga ko'k saroyimizga o'xshagan joy ekanda bu ham. O'shandan kirasiz dedi. Mana bu nimani? Muzsaroyning o'ng tomoni. Oldi chiqib ketay. Mana bu yer ekan Smart City'si. Samarqand Smart City. Bu nechinchi dom ekan endi bu? To'g'ri ketsak markazga, chapga ketsak aeroport, Bo'ston saroy, Amir Temur maqbarasi, universitet xiyoboni, Registon maydoni. To'g'riga ekan. Shunaqa joyda turibmiz endi. Bu yerda nimadir bor, katta zdaniya. Bu yerda ham qanaqadir katta zdaniya bor. Прямо 4 километра. Shaharni o'zidan chiqib ketishdi, shuncha qiyin-e. Sanderzel. Видеоблок. Контроль полосы. Ulug' Tursunov ko'chasida ekanmiz. Sulaymon kelganiga endi o'zingizdan ketyapsizmi deydi Sitora. 400 метров. Men aytdim, hech kim menga qaramayapti. Mana shu Sulaymon qaraydi-da menga. Aeroport ekan to'g'rida. Temir yo'l vokzali. метров. Havo bahor deysiz, bahor. Babisoli akademik litsey. Bizning Jizzaximizdan ancha katta va nima desam ekan, qatnov ko'p, yo'llar rosa bizni adashtirmadi-yu, ko'p-da yo'llar, bir odam chalkashadi. Masalan, bizda ikkita glavniy trassa bor Jizzax ichida, prospekt bilan mana bu institutni, pedinstitutni ko'chasida. Bu yerda ketyapmiz, voy bu bir-biriga o'xshash zdaniyalar dagbit. Впереди камера контроля перекрестка. Ha, na Pure Milk Samarqandnikimi? Endi bilibman-e. Bizga ham boradi-da o'sha nimadan, qaymoqlari bilan, nimalaridan, qatiqlaridan, ayronlaridan. Sulaymonni olib ketayotganimiz Sulaymonga yoqmayapti, lekin hamma narsani ham ozi shirin ham dars qilish kerak, ham kerak-da xullas qalam. Sulaymon uyga borish kerak. Kanikula mana yana yakunlanyapti. O'y Sulaymon. Men bilan ko'rishmading hali, ikkalamiz keyin ko'rishamiz, ha? Quchoqlashib ko'rishamiz. Katta tanish zdaniyalarni aytib ketyapman endi. Маломощный радар. Разметка. Mana bir narsa kanali degan joy ekan mana shu yer. Farxatmidi, nima edi? Aeroportdan Hazrati Xizr mana bunday katta bir qandaydir soy joydan 200 o'tyapmiz. метров. Avtovokzal.
Qabriston bor ekan, dadasi mana yerda. Через 600 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. 600 metrdan keyin burilamiz ekan o'ngga. Новостройкаларni zo'r qurgan-a. Sotuv bo'limi. 300 metr ekan. Поверните направо. Toshkent Jizzax yo'liga burilyapmiz ekan hozir. Vaqt bo'lsa kechqurun Прямо 1 километр 500 метров. borib Sitara bilan ikkalamiz bir pasda sezir tayyorlab tashlaymiz. Bir pasda ovqatlarni solib tashlaymiz. Xudo xohlasa. Gap emas bizga ovqat qilishlar, somsa qilishlar. Somsani piyozi tayyor. Hozir ana unga Merojga aytsam, go'shtni chiqarib qo'yadi xolodilnikdan farishni. Kechagidek bir pasda somsalarni yasab tashlaymiz. Bizga gap emas. Ona bolalarga. Маломощный радар. Ограничение 60. Shohruxjon kelyaptimi Toshkentdan deyapsizlar? Yo'q. Shohrux kelmayapti. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turar 200 ekanda. метров. Ko'chaga vayishlarni bir tekis qilib tarab, bir chiroyli qilib qo'yibdi. Через 600 метров Кучалап. держитесь правой полосы, а затем Ketguncha поверните направо. hammasiniki bir xil vayish ekan. Voy, bu yozda o'tsangiz kim qanaqa chiroyli ko'rinsa kerak bu vayishlar. Mana qaranglarmi yaqindan ko'rsatsam. Hammani eshigining oldiga shunaqa qilingan. Biz haligi o'zbekligimizni, milliyligimizdan dalolatda bu hammani uyining oldiga deyarli tok ekilgan. Samarqand 2025 ni olmabdi hali. Voy ketishimiz var edi. Ha, boya chopon kiygan bola turuvda. Shohizimda. Kerak emas. Endi ana oltdan yelkan nondan o'zimcha bir shunday nonni kuyrakka agar issiq bo'lsa o'sha yerdan bir 4 tani olaman. Dasturxonga o'zimcha niyat qilyapman, bilmayman. Agar hech kim kelmaydigan bo'lsa, o'sha oshxonaga rosa chiroyli qilib nima qilmoqchiman, o'zimcha joy qilmoqchiman-da, keyin Sitar ikkalamiz kirib zalda o'ynarmiz, toza bo'lmasa. Shohruh jo'ralar baribir sizni kelib tabriklab ketadi. Tabriklasa yaxshi kelsin. Mana yoqda ham ko'p mashina kelar ekanda, ha? Meni qizim bilan o'g'lim ko'rmadilaringmi? Qayerda ekan ular? Qayerda ekan? Qarayapman Sitara bilan Sulaymon. Qayerda o'tiribdi? Bu yer Ulug'bekmi dadasi? Ha, cho'ta tanishdi. Ulug'bek, Маломощный радар. Ulug'bek. Смотрит в спину. Ketyapmiz ekan. Ограничение 60. Ulug'bekni orqasida turaman men. Ulug'bekni yonida turaman men deb yozasizlar hozir kommentariyada. Chunki juda ko'p Снижайте скорость. samarqandliklar kuzatadi meni. Kelib ketibsiz essizgina choyga kirmayapsizda. Deysizlar hozir hatto xolamnikiga ham kirmayapman. Juda ishimiz ko'p. Favqulodda kelib ketyapmiz hozir. Bu yerda qanaqadir otel bor ekan, Sulton degan. Tekis ko'chalardan, ey. 1, 2, 3, 4 polosali yo'l ekan. 1, 2, 3, 4. 3 ta ekanda. 4-chisida yurmaydi-ku.
Yo endi bir xil. Yo ani katta bunday 4 ta bo'lib turuvdi, keyin qisqarib ketar ekan, u yo'l emas ekan, nakajisa qarasam. Shunchaki haligi yo'lda kengaygan joyi. Ha, joyi ekan-da, bilmabman. Mana gullarga qarasam shunday tushkilarim keladi. Lekin ruxsati yo'q. O'zi Kia ham bor ekan, Haval ham bor ekan. Mana bu tarafda rosa daraxtlar sotilyapti. O'zi hozir yanvar bo'lsa, fevralda уже daraxt ekish boshlanadi yana. Через 1 километр 500 метров держитесь двух левых полос, а затем поверните налево. Xo'p bo'ladi. Ja tushuntiryaptimi, demaga to'g'rilab. O, to'g'ridagi tog'lar qayerniki? Mana bu tarafda ham tog'lar bor, dadasi. Siz bilasiz-ku. Mana pastda dahshat turib syomka qiladigan joy ekanda. Uylar rosa ko'p ekan. Sitara hozir shu Впереди камера на разметку. qishni kunida ana ichmoqchi kokteyl. Dadasi aytadi, men olib beraman Sitaraga kokteylni. Hech kim hech narsaga muhokamaga o'rin yo'q. Через 500 метров держитесь двух левых Сава. полос, а затем поверните налево. Bu to'g'rida tog'lar qayerniki yozib yuboringlar, mana bu to'g'rida qaranglar. Впереди камера контроля перекрестка. Oppoq qor bilan turibdi mana. Katta mana nima Isuzu nima o'sha turib qoldi-da. Ko'rsatay desam sizlarga. А затем поверните налево. Xo'p bo'ladi. Ali sikkalamiz tinmay xo'jayinning boshini qotirib ketyapmiz-da. Bolachani bilan qo'liga paket qo'ygan, qo'yib. Ana onasi. Mana zillar orasida qo'rqmay yuribdi. Uxlayapti qo'lda bolasi. Anonga nima qilgan? Qaytishimiz cho'ta tez bo'ldi-na, u. Voy, borishda topishimiz qiyin bo'ldi-da, bilmagan joyga baribir nimada, qiyin-da. Прямо 68 километров. 68 kilometr bizgachami, dadasi? Almashganiganmi, bilmadim. Ozgina boshim og'rib qoldi. Samarqandning havosi og'irlik qildi-yu, menga tozalik qildi-yu. Samarqandning yerlari ham mana ko'p yerda juda unumdor. Yaxshi ko'raman, lekin Samarqandni ham, Toshkentni ham, chunki ikkalasi ham ja aylanadigan, tomosha qiladigan joylari ko'p-da. Shu desalaringiz sizlar bilan xayrlashsam. Boya shu yerdan Bunyod bilan o'tuvdik. Mana endi qaytyapmiz. Qolgan yo'llarni hamma biladi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Hammalaringizni o'tgan va bugungi kunda, bugun 7-yanvar sanasida kimlar tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, chin qalbimdan tabriklayman. Kimnidir xo'jayinisi, kimnidir onasi, kimnidir otasi, kimnidir ukasi, kimnidir farzandi, kimnidir turmush o'rtog'ini tug'ilgan kuni bo'lsa, hammalariga mana shu men aytgan tabriklarimni qo'yib berishlaringizni so'rayman. Hammangizga Allohim bu yil ot yilida mustahkam sog'lik so'rayman. Xuddi otday nima deydi, gijinglab, kishnab turing, yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar men mana shu tabriklarimni qo'yib bering oila a'zolaringizga, hammalaringizga sog'lik so'rayman. Xuddi otday, otni sog'ligiday. Chunki ot doim nima yuradi? Bodri yuradi.
Shuning uchun o'sha otday bo'lib yurishlaringizni Allohimdan so'rayman. Ilohim topgan tutganlaringizga Allohim baraka bersin. Dasturxonlaringiz doim to'kin bo'lib, yanagi yilga yana safimizdan kamaymasdan mana shu 7-yanvarlarga yetib kelishni Allohim nasib qilsin. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohimga omonat.